Assalomu alaykum fermer dehqon akalar. Mana kilovatni tashaytirib berdik. Fermer tog'am bir gapirib beray deyaptilar. Fermerlarga yordam bo'lsin deyaptilar. 37 kilovat bir gapirib qo'ying. Nima natijani? Assalomu alaykum. Fermer akalar, dehqon bobolar, mana shu yerda 37 kilovatli nasosimiz turardi. Aqrar akam kelib 18,5 kilovatli 15 kilovat, 15 kilovatli nasos qo'yib berdi. 14 kilovat tok xarajati bilan 37 kilovatli nasosdan a'lo darajada suv chiqarib beryapti. Bundan dashi ko'p, ha? Bundan ko'p. Stanokani qarang. Zavodskiy отводlar qo'yilmaydi. O'zimiz tayyorlaymiz. Mana amperni ko'rsatamiz. 28. 14 kilovat rasat qilgan. Natija вообще a'lo. O qahramonji, qalay? Suv chiqdi 700 metrda 159 da. Dahshat. O shoxdan kelyapti, ko'rinmaydi. 15 kilovat.